Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1.500 ming so'm olgan fuqarolar uchun yangi xabar, ya'ni ko'pchilik kutmagan holat yuzaga chiqmoqda. Bu ma'lumot ayniqsa moddiy yordam, nafaqa, kompensatsiya, ijtimoiy to'lov yoki bir martalik pul olganlar uchun juda muhim. Chunki ayrim odamlar pulni olib bo'lgan, lekin keyin yana tekshiruv, qayta hisob-kitob, qo'shimcha to'lov yoki aksancha hujjat talab qilinishi mumkinligini bilmay yuribdi. Men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntiraman. Kim xavotir olishi kerak, kim tinch bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar kerak bo'ladi, qayerga murojaat qilish kerak, hammasini birma-bir aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim joyi aynan hujjat va muddat masalasida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini, huquqini va asabini saqlab qoladi. Avval vaziyat qanday edi? Ko'pchilik fuqarolar 1.500 ming so'm miqdoridagi to'lovni olganda men pul tushdi, demak hammasi tugadi deb o'ylaydi. Masalan, karta hisobiga pul keladi, SMS keladi. Odam bankomatdan yechib oladi yoki do'konda ishlatadi. Shundan keyin u hech qanday hujjatni tekshirmaydi. Arizasi qaysi asosda tasdiqlanganini so'ramaydi. To'lov aynan qaysi dastur bo'yicha berilganini bilmaydi. Lekin amalda ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiyalar yoki bir martalik yordamlar ko'pincha yakuniy emas, balki tekshiruvdan o'tadigan to'lov bo'lishi mumkin. Ya'ni pul tushgani bilan tizimdagi ma'lumotlar keyin yana solishtiriladi. Oilaning daromadi, ro'yxatda turishi, bolalar soni, nogironlik holati, ishsizlik holati, bank hisob raqami, yashash manzili, mahalla tavsiyasi yoki boshqa ma'lumotlar qayta ko'rib chiqiladi. Endi nima o'zgardi? Hozir ko'plab jarayonlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Oldin odam mahallaga bir marta hujjat topshirsa, ko'p narsa qo'lda ko'rilar edi. Hozir esa pensiya jamg'armasi, soliq bazasi, bandlik ma'lumotlari, bank tizimi, fuqarolik holati, kadastr, avtomobil ro'yxati kabi ma'lumotlar o'zaro solishtiriladi. Shuning uchun bir qarashda oddiy ko'ringan 1.500 ming so'mlik to'lov keyin savol tug'dirishi mumkin. Bu odam haqiqatan ham to'lov olishga haqlimi? Unga kam to'langanmi, ortiqcha to'langanmi yoki hujjati to'liq emasmi? Bu yerda eng muhim narsa shuki, hamma odam ham qo'rqish kerak emas. Agar siz to'lovni qonuniy asosda olgan bo'lsangiz, ariza to'g'ri topshirilgan bo'lsa, oilaviy ahvolingiz, daromadingiz, bolalar soni yoki boshqa asoslaringiz to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, siz tinch bo'lishingiz mumkin. Lekin agar arizada eski ma'lumot yozilgan bo'lsa, kimdir sizning nomingizdan murojaat qilgan bo'lsa, bank kartasi boshqa odamniki bo'lsa, oilada daromad borligi yashirilgan bo'lsa yoki sizga kelgan pulning sababi noma'lum bo'lsa, masalani darhol aniqlashtirish kerak. Men birinchi navbatda shuni aytaman. 1.500 ming so'm olgan har bir odam o'z to'lovining manbasini bilishi shart. Pul qayerdan keldi? Davlat tomonidan ijtimoiy yordam sifatida keldimi? Mahalla orqali tasdiqlangan moddiy yordammi? Ish joyidan kompensatsiyami? Bank orqali qaytariladigan subsidiya yoki boshqa dasturmi? Yoki xato o'tkazma bo'lishi ham mumkinmi? Oddiy misol keltiraman. Deylik, fuqaro Malika opa 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i vaqtincha ishsiz. Oila kam ta'minlanganlar ro'yxatida turadi. U ariza topshirgan va 1.500 ming so'm yordam olgan. Bu holatda Malika opa xavotir olmasligi mumkin, lekin baribir SMSni, ariza raqamini, mahalla yoki mas'ul tashkilot bergan javobni saqlab qo'yish kerak. Chunki keyin tekshiruv bo'lsa, u o'zining qonuniy asosini ko'rsata oladi. Endi boshqa misol. Deylik, Jasur aka 1.500 ming so'm olgan, lekin u ariza topshirmagan. Pul karta hisobiga tushgan. SMSda esa faqat to'lov nomi qisqa yozilgan. Jasur aka bunday vaziyatda pulni darhol ishlatib yubormasligi kerak. Avval bank ilovasidan kirim tafsilotini ko'radi. To'lov yuboruvchisini aniqlaydi. Keyin mahalla, MyPodcast, uz yoki tegishli tashkilot orqali so'raydi. Nega? Chunki agar bu xato o'tkazma bo'lsa, keyin pulni qaytarish talabi kelishi mumkin. Agar bu haqiqiy yordam bo'lsa, u holda odam xotirjam bo'ladi. Yana bir misol. Oila 1.500 ming so'm olgan, lekin keyin ma'lum bo'ladiki, ariza topshirilgan paytda oilaning bir a'zosi rasmiy ishga kirgan, oylik olgan, soliq bazasida daromad ko'ringan. Ba'zi hollarda bu yordam olish huquqiga ta'sir qiladi. Ba'zi hollarda esa ta'sir qilmaydi. Hammasi to'lov turi va mezoniga bog'liq. Shuning uchun men doim aytaman, pulni olganingizning o'zi yetarli emas. To'lov qaysi tartibga asosan berilganini biling.
menimcha quyidagi toifadagi odamlar masalani albatta tekshirish kerak. Birinchisi pul olgan, lekin nima uchun olganini bilmaydiganlar. Bu eng xavfli holat. Chunki noma'lum kirim har doim aniqlik talab qiladi. Bank kartangizga 1000 bili behudud so'm tushgan bo'lsa, bu albatta sovg'a degani emas. Ba'zan to'lov nomi qisqa yoziladi. Ba'zan bir xil summalar turli dasturlar bo'yicha tushishi mumkin. Ikkinchisi, arizada noto'g'ri ma'lumot ko'rsatilgan bo'lishi mumkin bo'lganlar. Masalan, yashash manzili boshqa, ro'yxat boshqa joyda, oila tarkibi yangilanmagan. Farzandlardan biri boshqa hududda o'qiydi. Turmush o'rtog'i bilan ajrashganlik hujjati rasmiylashtirilmagan yoki aksincha, nikoh bor lekin bazada ko'rinmaydi. Bularning hammasi to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchisi, pul boshqa odamning kartasiga tushgan holatlar. Masalan, ona nomidan ariza berilgan, lekin karta o'g'lining nomida. Yoki pensioner boboning puli kelinning kartasiga tushgan. Ba'zi to'lovlarda bu mumkin emas. Ba'zilarda ishonchnoma talab qilinadi. Agar karta egasi bilan yordam oluvchi bir xil shaxs bo'lmasa, hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak. To'rtinchisi, bir oilada bir nechta odam bir xil yordam olgan bo'lsa. Masalan, ona ham 1.500.000 so'm olgan, o'g'il ham olgan, kelin ham olgan. Agar bu turli asoslar bo'yicha bo'lsa, muammo yo'q. Lekin bitta oila uchun mo'ljallangan yordam 2 marta chiqqan bo'lsa, keyin ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Bunday vaziyatda men kutib o'tirmasdan mas'ul tashkilotga yozma murojaat qilishni tavsiya qilaman. 5-inchisi, yaqinda daromadi, mulkiy yoki oilaviy holati o'zgargan odamlar. Masalan, siz ariza topshirgan paytda ishsiz edingiz, lekin bir oy o'tib ishga kirdingiz, yoki mashina sotib oldingiz, yoki turmush o'rtog'ingiz rasmiy oylik ola boshladi. Bu o'zgarish har doim ham to'lovni bekor qilmaydi, lekin tizimda savol tug'dirishi mumkin. Endi kimlar ortiqcha xavotir qilmasligi kerak? Agar siz ariza topshirgan bo'lsangiz, arizangiz qabul qilingan bo'lsa, mezonlarga mos kelsangiz, bank kartangiz o'zingizniki bo'lsa va to'lov manbasi aniq bo'lsa, sizda jiddiy xavotir uchun asos yo'q. Lekin men baribir hujjatlarni saqlashni maslahat beraman. Masalan, sizga mahalla orqali moddiy yordam tasdiqlangan. Sizning oilangiz daromadi past, bolalaringiz bor, ro'yxatda turasiz. To'lov kartangizga tushdi. Bu oddiy qonuniy jarayon bo'lishi mumkin. Shunda siz bankdan kirim ma'lumotini skrinshot qilib qo'yasiz. Mahalladagi ariza javobini saqlaysiz. Agar MyBakov.uz orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, ariza raqamini yozib qo'yasiz. Yana bir holat, siz ma'lum dastur bo'yicha kompensatsiya olgansiz. Masalan, davolanish, uy-joy, bolalar ta'minoti yoki boshqa ijtimoiy yo'nalishda mablag' ajratilgan. Agar sizda qaror, yo'llanma, shartnoma yoki tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, sizning holatingiz ancha mustahkam. Muammo ko'pincha hujjati yo'q, izohi yo'q, kim berganini bilmaydigan to'lovlarda chiqadi. Bu masalada eng ko'p xato qilinadigan joylardan biri shuki, odamlar hamma 1500.000 so'm bir xil deb o'ylaydi. Aslida summa bir xil bo'lishi mumkin. Lekin to'lovning huquqiy asosi boshqacha bo'ladi. Bir odamga bu pul moddiy yordam sifatida berilishi mumkin. Boshqasiga kompensatsiya, uchinchisiga qayta hisob-kitob, to'rtinchisiga kechikkan to'lov, beshinchisiga esa xato o'tkazma bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim to'lov nomiga qarashni aytaman. Bank ilovasida yoki SMSda kirim tafsiloti bo'ladi. U yerda tashkilot nomi, to'lov kodi, izoh yoki qisqa matn bo'lishi mumkin. Agar tushunarsiz bo'lsa, bankning o'zidan to'lovni kim yuborganini so'rash mumkin. Bank har doim ham to'liq sababni aytmaydi. Lekin jo'natuvchi tashkilot haqida ma'lumot berishi mumkin. Keyin o'sha tashkilotga murojaat qilasiz. Yana bir nozik masala pul tushgan sana. Masalan, ariza yanvarda topshirilgan, pul martda tushgan. Bu kechikkan to'lov bo'lishi mumkin. Odam esa mart oyidagi daromadiga qarab xavotir oladi. Lekin ayrim holatda to'lov ariza topshirilgan davrdagi holat bo'yicha hisoblanadi. Boshqa holatda esa pul tushgan vaqtdagi holat ham tekshirilishi mumkin. Shuning uchun sana ariza raqami va qaror sanasi juda muhim. Yana bir muhim nuqta ortiqcha to'lov. Agar tizim yoki mas'ul xodim xatosi bilan pul ortiqcha o'tkazilgan bo'lsa, keyin uni qaytarish haqida talab kelishi mumkin. Bu holatda odam darhol vahimaga tushmasligi kerak. Avval talabnoma yozma shakldami? Qaysi tashkilotdan keldi? Qaysi asos ko'rsatilgan? Hisob-kitob qanday, bularni ko'rish kerak. Telefon orqali kimdir pulni qaytaring desa, bunga ishonib yubormang. Faqat rasmiy xat, rasmiy kabinet, bank yoki tashkilot orqali tasdiqlangan ma'lumotga tayaning.
Men alohida ogohlantiraman. 1.500.000 so'm olganlar uchun syurpriz qo'shimcha to'lov, qayta ro'yxatdan o'tish. Karta tasdiqlash kabi bahonalar bilan firibgarlar ham faollashishi mumkin. Ular telefon qiladi, SMS yuboradi, Telegramda havola jo'natadi, karta raqamingizni amal qilish muddatini, SMS kodini so'raydi. Hech qachon SMS kodini bermang. Hech qachon karta orqasidagi ma'lumotlarni aytmang. Davlat tashkiloti yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Masalan, bir odamga sizga yana 500.000 so'm qo'shimcha tushadi. Faqat havolaga kirib kartani tasdiqlang deyishadi. Odam havolaga kiradi, karta ma'lumotlarini yozadi. Keyin kartasidagi pul yechilib ketadi. Bunday holatda odam yordam olaman deb bor pulidan ayrilishi mumkin. Shuning uchun faqat rasmiy saytlar, rasmiy ilovalar va rasmiy idoralarga ishoning. Rasmiy manbalarni qanday ajratish mumkin? Birinchidan, sayt manziliga qarang. My.uz bankning rasmiy ilovasi. Tashkilotning rasmiy sayti bo'lishi kerak. Ikkinchidan, sizdan SMS kod, PIN kod, to'liq karta rekvizitlari so'ralsa, darhol to'xtang. Uchinchidan, shoshtirsa, masalan, hozir kiritmasangiz pulingiz kuyadi desa. Bu ham xavf belgisi. Rasmiy tashkilot odatda yozma asos, murojaat raqami va aniq tartib bilan ishlaydi. Endi eng kerakli qismga o'taman. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pul tushganini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. Bank ilovasidan kirim tafsilotini oching. Sana, summa, jo'natuvchi, izoh ko'rinadigan qilib skrinshot qiling. Agar bankdan ma'lumotnoma olish imkoniyati bo'lsa, elektron yoki qog'oz shaklida oling. Bu keyin juda kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, to'lov manbasini aniqlang. SMSda yozilgan nomni, bank ilovasidagi izohni, tashkilot nomini tekshiring. Agar tushunarsiz bo'lsa, bankingizning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki bank filialiga boring. Men bu yerda aynan rasmiy raqamga qo'ng'iroq qilishni tavsiya qilaman. Internetdan duch kelgan raqamga emas. Bank kartangizdagi yoki rasmiy saytdagi raqamga murojaat qiling. Uchinchi qadam, ariza bilan bog'liq hujjatlarni toping. Agar mahalla orqali murojaat qilgan bo'lsangiz, mahalladan arizangiz qachon kiritilganini, qaysi asosda tasdiqlanganini so'rang. Agar onlayn topshirgan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizga kirib ariza raqami va holatini ko'ring. Agar ish joyi orqali bo'lsa, buxgalteriya yoki kadrlar bo'limidan yozma izoh oling. To'rtinchi qadam, oilaviy va moliyaviy holatingiz bo'yicha asosiy hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Bular pasport yoki ID karta nusxasi, bank karta egasi ma'lumoti, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati. Nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, o'sha hujjat ishsizlik yoki bandlikka oid ma'lumot, daromad bo'yicha ma'lumotnoma, yashash manzili bo'yicha hujjat bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjat ro'yxati boshqacha bo'ladi. Lekin asosiy maqsad bitta. Siz nima uchun pul olishga haqli ekaningizni ko'rsatish. 5-qadam, agar sizga qo'shimcha hujjat olib keling deyishsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi hujjat qaysi muddatgacha, qaysi asosda kerakligini aniqlang. Imkon bo'lsa yozma javob so'rang. Masalan, siz bunday deyishingiz mumkin. Men 1.500.000 so'm to'lov bo'yicha hujjatlarimni aniqlashtirmoqchiman. Iltimos, to'lov asosi. Kerakli hujjatlar va muddat haqida yozma ma'lumot bering. Bu oddiy gap, lekin keyin sizni himoya qiladi. 6-qadam. Agar pul xato tushgan deb o'ylasangiz, uni ishlatishga shoshilmang. Avval aniqlashtiring. Chunki pul ishlatib yuborilgandan keyin qaytarish talabi kelsa, odam qiynalib qoladi. Agar haqiqatan xato bo'lsa, rasmiy tartibda qaytarish yo'li ko'rsatiladi. Hech qachon begona kartaga pul o'tkazmang. Faqat tashkilotning rasmiy hisob raqamiga va rasmiy hujjat asosida harakat qiling. 7-qadam. Agar sizga pulni qaytaring degan talab kelgan bo'lsa, darhol hisob kitobni so'rang. Nega qaytarish kerak? Qaysi davr uchun? Qaysi hujjatga asosan? To'lov ortiqcha bo'lganmi yoki siz mezonga mos kelmagan deb topildingizmi? Agar siz rozi bo'lmasangiz, yozma e'tiroz berishingiz mumkin. E'tirozda his tuyg'u emas, fakt yoziladi. Oila tarkibi, daromad holati, siz topshirgan hujjatlar, to'lov sanasi va sizning talabingiz. 8-qadam, agar masala hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Masalan, mahalla darajasida javob ola olmasangiz, tuman hokimligi, ijtimoiy himoya organi, pensiya jamg'armasi, bandlik bo'limi yoki tegishli vazirlikning ishonch telefoni orqali murojaat qilishingiz mumkin. Murojaat qilganda umumiy gap yozmang. Aniq yozing. Men falon sanada 1.500.000 so'm oldim. To'lov izoh falon, menga falon talab qo'yildi.
huquqiy asosini tushuntirishni va yozma javob berishni so'rayman. Men sizga yana bir nechta hayotiy vaziyatni tushuntirib beraman. Chunki odamlar aynan misollarda o'z holatini yaxshi taniydi. Birinchi vaziyat, fuqaro Dilshod aka 2 oy oldin moddiy yordamga ariza bergan, lekin javob kelmagan. Keyin to'satdan 1.500.000 so'm tushgan. U bu pulni arizasi bo'yicha deb o'ylaydi. Bu ehtimol to'g'ri, lekin baribir ariza holatini tekshirish kerak. Chunki keyin unga qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin yoki yordam boshqa davr uchun berilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi vaziyat, Gulnora opa pensiya yoshida kartasiga 1.500.000 so'm tushdi, lekin u hech qanday ariza bermagan. Farzandlari esa onajon, bu davlatdan yordam bo'lsa kerak, ishlatavering deyishadi. Men bunday holatda ishlatishdan oldin bank va tegishli tashkilotdan aniqlashtirish kerak deyman. Keksalar firibgarlar uchun eng zaif toifa bo'lib qolishi mumkin. Telefon qilgan odamga ishonmasdan yaqinlari bilan birga rasmiy idoraga murojaat qilgani yaxshi. Uchinchi vaziyat, oila kam ta'minlanganlar ro'yxati turgan. Lekin yaqinda uyga avtomobil rasmiylashtirilgan. To'lov tushgandan keyin tizimda bu mulk ko'rinib qolgan. Bu avtomobil oilaning real daromadini bildiradimi yoki boshqa sabab bilan rasmiylashtirilganmi? Masalan, qarindosh nomidan vaqtincha yozilganmi? Bularning hammasi savol tug'diradi. Shuning uchun odam hujjat bilan izoh berish kerak. Faqat bu mening mashinam emas deyish yetarli bo'lmaydi. Rasmiy ma'lumot kerak. 4-vaziyat. Talaba yigit 1.500.000 so'm olgan, lekin u ota-onasining oilaviy tarkibida ham ko'rsatilgan. Agar yordam oilaga berilgan bo'lsa, bitta oilada 2 marta hisoblangan bo'lishi mumkin. Agar talaba alohida dastur bo'yicha olgan bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Demak, hal qiluvchi savol yana o'sha. Pul qaysi dastur bo'yicha tushgan? 5-vaziyat. Odam bankdan kredit olgan. Keyin kartasiga 1.500.000 so'm tushgan va u buni yordam deb o'ylagan. Aslida bu kredit shartnomasi bo'yicha qaytarim, subsidiya yoki boshqa bank operatsiyasi bo'lishi mumkin. Bunday holatda bank shartnomalarini ham ko'rish kerak. Ijtimoiy yordam bilan bank mahsulotlarini aralashtirib yubormaslik kerak. Men aniq aytaman. Birinchi xato, noma'lum pulni darhol yechib ishlatish. Ikkinchi xato, telefon qilgan odamga karta ma'lumotlarini berish. Uchinchi xato, mahalladagi yoki bankdagi o'zaki gapga to'liq tayanib, hech qanday hujjat saqlamaslik. 4-xato, muammo chiqqanda yashirinib yurish. Agar siz qonuniy haqli bo'lsangiz, hujjat bilan isbotlaysiz. Agar xatolik bo'lsa, uni rasmiy tartibda hal qilasiz. Yana bir katta xato, ijtimoiy tarmoqlarda har bir xabarga ishonish. Kimdir hamma 1.500.000 so'm olganlarga yana pul beriladi deydi. Kimdir hamma qaytaradi deydi. Kimdir ro'yxatdan o'tmagan odam puldan quruq qoladi deydi. Bularning har biri alohida tekshirilishi kerak. Siz o'zingizning holatingizga qarang, rasmiy manbaga qarang, hujjatingizga qarang. Har bir oilaning holati boshqa. Demak, 1.500.000 so'm olganlar uchun eng katta yangilik shuki, pul tushgani bilan masala har doim ham tugagan hisoblanmaydi. To'lov manbasi, hujjat asosi, ariza sanasi, oila tarkibi, daromad holati va bank ma'lumotlari muhim. Kim hujjatni to'g'ri topshirgan, mezonga mos kelgan va to'lov manbasini bilsa, u tinch bo'lishi mumkin. Kim pul nima uchun tushganini bilmasa, arizada noaniqlik bo'lsa yoki qo'shimcha talab kelgan bo'lsa, darhol aniqlashtirish kerak. Mening tavsiyam oddiy. Bank kirimini saqlang, to'lov manbasini tekshiring, ariza raqamini toping, kerakli hujjatlarni tayyorlang, rasmiy idoradan yozma javob oling va firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Eng muhimi, SMS, kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Sizdan 1.500.000 so'm tushganmi? Qaysi asosda oldingiz? Sizdan qo'shimcha hujjat so'rashdimi yoki hammasi muammosi bo'ldimi? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizga shunday muhim xabarlarni oddiy, tushunarli va amaliy tarzda yetkazishda davom etaman.